Kalvariyaning ichki yuzasi. Kalla qopqog'i ichki yuzasida quyidagi tuzilmalarni ko'ramiz. Choklar. Mana bu joyda yashil chiziqda ajratib ko'rsatilgan chok peshona va tepa suyaklari orasidagi sutura coronalis, koronar chok. Keyingisi sutura sagittalis. Mana alohida ko'rsatib qo'yilgan sutura sagittalis o'rtada parietal suyaklar orasida. Tashqi yuzada ham ko'rinadi bular. Qaysi suyaklar ko'rinyapti bu joyda? Os parietali, asosiy suyagimiz mana os parietali hamda os frontali, peshona suyagi ko'rsatib qo'yilgan bu joyda. Bundan tashqari o'rtada sulcus sinus sagittalis superior alohida ko'rinadigan tuzilma. Ya'ni yuqorigi sagittal sinus egati mana chiziq bo'lib ko'rinyapti, peshona, tepa va ensa suyaklarida ham mavjud bo'ladi bu. Sulcus sinus sagittalis superior asosiy tuzilma va mana bu ko'rinib turgan mayda teshikchalarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu mayda teshikchalar foveoli granularis deb ataladi. Ya'ni aynan granulyar chuqurchalar sagittal chok bo'ylab joylashib turibdi. Va mana yon taraflarda ko'ryapsizlar, biroz miqdorda sulci arteriosi bor. Ya'ni arterial egatlar. Va yanada diqqat bilan ichki taraflarga haqiqiy suyakda ko'riladigan bo'lsa, impressiones digitatis va yuga cerebrariyalar. Ya'ni barmoqsimon o'simtalar, barmoqsimon bo'rtmalar, chuqurchalar va ularning orasida hosil bo'lgan bo'rtmalarni ko'rishimiz mumkin ichki yuzada.